Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti oliy matematika kafedrasi o'qituvchisi To'qayev Turdimuratman. Bugun biz sizlar bilan onlayn darsimizda quyidagi mavzuni ko'rib o'tamiz. Ya'ni ellipsning kanon tenglamasi va asosiy elementlari. Birinchi rejamiz, demak, ellips, ikkinchi rejamiz ellipsning kanon tenglamasi. Xo'p, demak, biz birinchi ellips haqida o'zi ta'rif berib ko'ramiz. Ellips deb nimaga aytiladi? Ellips deb tekislikdagi shunday nuqtalar to'plamiga aytiladiki, bu nuqtalarning har biridan shu tekislikning fokuslari topiluvchi ikki nuqtasigacha bo'lgan masofalar yig'indisi o'zgarmas miqdordir. Ya'ni ellipsni mana bizga mana bu yerda shakli berilgan. Bizga fokuslar, ya'ni mana bu o'ng fokusi, mana bu esa chap fokusi. Mana bu nuqtamiz bizga nuqta, ya'ni ixtiyoriy nuqta. Demak, o'ng fokusgacha bo'lgan masofani d2 desak, chap fokusgacha bo'lgan masofani d1 masofa deb olamiz. Va ikkalasi yig'indisi konstanta, ya'ni ular o'zgarmas sonlar hisoblanadi. Xo'p, fokuslar OX o'qida koordinatalar boshiga nisbatan simmetrga yotuvchi ellipsning kanal tenglamasi ushbu ko'rinishda ega. Ya'ni x kvadrat taqsim a kvadrat plus y kvadrat taqsim b kvadrat barobar 1. Ya'ni bu hol qanday hol uchun? Ya'ni OX o'qimiz OY o'qidan katta hol uchun, ya'ni A yarim o'qimiz B yarim o'qidan katta bo'lgan. Bizga mana bizga fokus nuqtamiz, ya'ni C0 nuqta. C0 nuqta. Mana bu esa chap fokus nuqtamiz minus C0 nuqta. Mana bu bizga koordinata boshidan mana bu ellipsning mana bu nuqtasigacha bo'lgan masofani biz kichik yarim o'qi deymiz. Mana buni esa katta yarim o'qi deymiz. Umumiy va ellipsga yotuvchi OX o'qini A, ya'ni o'qi deymiz. Mana buni esa B o'qi deb aytamiz. Xo'p, bizga bunda A va B ellipsning katta va kichik yarim o'qlari uzunliklari hisoblanadi. Xo'p, endi markazi 0,0 nuqtada bo'lgan ellips, ya'ni mana markazi 0 nuqtada bo'lgan ellips. Bizga mana bu ellipsning mana bu yerda barcha elementlari jadvalda ko'rsatildi. Ya'ni standart tenglamasi x kvadrat taqsim a kvadrat plus y kvadrat taqsim b kvadrat teng 1. Bu hol qanday hol uchun? Ya'ni bu hol a katta b, ya'ni ox o'qi oy o'qidan katta bo'lgan hol uchun. Mana bunisi esa x kvadrat taqsim y kvadrat plus y kvadrat taqsim b kvadrat barobar 1. Bunda oy o'qi ox o'qidan katta bo'lgan holatlar uchun mana elementlar hisoblanadi. Ya'ni qanday bo'ladi? Fokuslarni topamiz, plus minus C0 0. Ya'ni o'ng fokusi C0 0, chap fokusi minus C0 0 nuqtamiz. Ya'ni birinchisida, ikkinchisida, ya'ni oy o'qimiz katta bo'lganda 0 plus minus C. Xo'p, fokusning koordinatasi, ya'ni C ni qanday topamiz? C barobar a kvadratdan b kvadratni ayirib o'zidan chiqarganimizga teng. Ya'ni o'shani C plus minus ekanligi kelib chiqadi. Mana bunisida esa b kvadratdan a kvadrat, ya'ni bu, ya'ni o'qlar joyi almashgan holatga kelyapti. Eksentritsiteti, ya'ni epsilon barobar C taqsim a ga teng. Mana bu ko'rinmasida esa epsilon barobar C taqsim b ga teng. Katta yarim o'q uzunligi a ga teng. Bunisida esa b ga teng. Kichik yarim o'q uzunligi b ga teng. Bunisida esa a ga teng, ya'ni ikkalasi joyi almashgan holatga kelyapti. Dikretsiyasi x barobar plus minus a taqsim epsilon. Agar buni yana qulayroq ko'rinishga keltirishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, epsilonni joyiga nima qo'yishimiz mumkin? C taqsim a ni qo'yishimiz mumkin va unda nima kelib chiqadi? X barobar plus minus a kvadrat taqsim c kelib chiqadi. Mana bunisida esa y barobar plus minus b taqsim a epsilon ko'rinishiga keladi. Bunda ham epsilonni joyiga c taqsim b ni qo'yadigan bo'lsak, b kvadrat taqsim c kelib chiqadi. Faqat o'qi, ya'ni ox, bunisida esa oy ekanligi kelib chiqadi. Mana bizga 10-mana bu rasmimiz bizga mana bu tenglamamizga, ya'ni a katta b holati uchun, mana bu tenglamamiz esa b katta a holati uchun mana kelib chiqadi. Mana bu yerda hamma narsa ko'rsatilgan. Mana bu radiuslari, fokus o'qlari hammasi ko'rsatilgan mana bu. Demak, ellipsning mana bizga bitta misol ko'radigan bo'ldi. X kvadrat taqsim 25 plus y kvadrat taqsim 16 teng 1.
Demak, bu tenglamamizning biz birinchi navbatda xo'p, yarim o'qlarni topib olishimiz kerak. Demak, yarim o'qimiz bizga nechaga teng bo'lyapti? A kvadratimiz 25 ga teng, B kvadratimiz 16 ga. Demak, bundan kelib chiqadiki, A miz teng 5 ga, B miz teng 4 ga. Fokus masofasi, ya'ni sim topadigan bo'lsak, ildiz ostida A kvadrat minus B kvadrat. Demak, 25 minus 16 teng 3. Demak, biz A sini fokusini demak 3 ekanligini topdik. Endi x infinity epsilon barobar A taqsim C. Ya'ni 3 taqsim 5, 0.6 ga teng. Xo'p, to'rtinchi shart A nuqtadan fokusgacha bo'lgan masofa, ya'ni R1. Demak, R1imiz A plus epsilon C, mana 5 plus ko'paytirganimizda nechta? 6.8. R2 masofamiz A minus epsilon C, ya'ni 5 ayrilgan 1.8 dan 3.2. Direktris tenglamasi, ya'ni x A taqsim C edi. To'g'rimi? A taqsim epsilon edi. 5 taqsim 1.6, ya'ni x barobar 25 taqsim 3 minus chap x barobar 10 ga bo'ladigan bo'lsa, ya'ni nisbat 25 taqsim 3 ga teng. Demak, ellipsni yasaymiz. Ellipsni yasaydigan bo'lsak, mana bizga ellips ko'rinyapti. Bizga S, ya'ni fokus nuqtalari berilganida mana 3, mana bunisi esa minus 5. Minus 3. Va yarim o'qlari 4 va 5. B o'qimiz 4 ga, bu 5 ga. Mana bizga direktrisa tenglamalar, mana direktrisalar ko'rsatilgan bizga. Demak, mana bitta ellips haqida bitta misolni ko'rib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.